Töneygen bayrak çıkarış to'g'riliq bir film işlegan. Bayrak çıkargan çağda nim depsi o'rnlardan qopmaysizlar deb qamchilar bir film ishlasam, mening ko'rinishi ko'nglimdagidek bo'lmadi. Men bu yerda filmsi uchun yoki bo'lmasa levlang uchun emas, mushuning ifodalarini, pozitsiyani jalliq qilsak, nurg'un odamlarning fikrini anglab boqqim kelgan. Gapni shuni desam, hozir nurg'ulg'an davlatlarda urush bo'lyapti. Nurg'un balla ota-onasidan orqa qoldi. Tamoq yeyotgan yeriga bombalar tushib vayron bo'ldi. Öylerde tüz bombardıman qilib yatadigan yeri yo'q. Ammo lekin Jungo zimindichu. Yeydiganimizni ko'ringlar mana. Menotgan yo'llarimizni ko'ringlar mana. Kömüşü igiz binalarni ko'ringlar. Shunchaki tinch aman. O'zimizning oilasilar bilan shunda xotirjam holatda tamoq yeyish fursatimiz bor. Lekin chet davlatlarda bo'lsa, "Erta men hayot qila olamanmi?" deydigan o'zini qo'rqinish bilan yashayotgan insonlarmi oz emas qarindoshlar. Shunlashqa ma Jungo zimini diye ya, senin yurtun, senin ana makanın, seniki en bexatar panalangan makanın. Bana qaranglar, şu chegradagi harbiylarmi bizga o'xshash savaş adam. Şu nöldən tuyan 40-50 Selsiy gradusda, şu soğukda bütün chiroylarni muz qaplab ketgan ahvol ostidimi? Bir qitim o'ng so'lga qaramay, o'ziniki vazifasini shunchalik ado qilyapti. Ular vatanimizdagi bexatarlik uchun sen hem bizniki bexatarligimiz uchun aşı chegara saqchilarga hurmat bildirish. Yana bir yerda qarindoshlar, aşı qizil bayroq, yana 46 sekundlik davlat she'rini aytayotgan chaqda o'rnimizdan qopmasning o'zi bütün mushu biz uchun ajr qotgan harbiylarga, vatanimizga, barliq mushu xalq uchun, omma uchun, bexatarligimiz uchun xizmat qilgan har bir chegara saqchilarga hurmatsizlik bu. Şolaşqa bayrak çıkağında o'rnimizdan dast turib, davlat bayrog'iga qarab, 46 sekundlik davlat she'rimizni tamomlashimiz kerak. Mushu davlat she'rining tunji so'ziga diqqat qilinglar. Qo'zg'al, qo'l bo'lishni xolamag'alla. Chilay, buyan zo'n nolidirmin. Bu o'rningdan dast tur, qo'l bo'lishni xolamasan degan gap. Endi shunchaki mazmunliq davlat she'rimiz o'qilyapsa, yeni joyinglarda o'ltirib olganinglar, men qul bo'lishga rozi yoki qul bo'lay degan gaplar emasmi qarindoshlar? Buni men falsafalik so'zim yo'q, lekin mush kichkina ifodamiz orqali vatanimizga bo'lgan minnatdorlik tuyg'umizni, o'sha chegara qo'dayotgan o'sha jafokesh harbiylarniki emgak minusiga deb bo'lsa-mu hurmat bildirib, 46 sekund pozitsiyamizni jalliq ifodalab bersak, menimcha arziydi, ham qilish tegishi majburiyatimiz. Şolaşqa hammalarning har joyda güzel olsun, yurtlardagi qarindoshlarimiz aman bo'lsin, vatanimiz yashsin. Jayo.